Hozir mana bitta odam shunda manziliga olib borib qo'yaman u boraman. Ha, menimcha kelib qoldik. Lokatsiya 5 kilometr ko'rsatyapti. Aytgancha Doniyorga pul berib yuborishdi. Ko'raman endi, ha, olib borib berishim kerak o'zi, lekin kech bo'lib qoldi. Sharoitga qarayman. Baribir borsam hozir uxlayotgan bo'lishi mumkin. Hoy, uxlab qolmadilarmi? Bechorani ham operatsiya qilishar ekan. Unga ham $3000 ketar ekan. Pulni tayyorlab qo'yganmisan? Nima? Nega oyingdan so'raysan? Aytdim-ku, keyingi hafta ham boraverardim. O'zi ham rosa charchadim lekin. Nima ovqat qilgansan? Bo'pti, gaplashamiz. Boraveray-chi, bir gap bo'lar endi. Pul mashinada turibdi, shu yerda. Barjokka tashab qo'yganman. Bu yog'i mana asfaltda hozir mana yetib boraman. Xavotir bo'lma. Bo'pti, boraveray-chi, bir gap bo'lar. Yaxshi. Bo'pti. Voy ablah. To'xta! Men seni tanib qolganman. Uzoqqa keta olmaysan baribir, to'xta! Toshingni tex. Lola, nima qilib o'tiribsan? Kelmadilarmi hali ham kuyovxon to'ri? Bilmasam, oyi, yaqin qoldi deyotgandi. Qo'ng'iroq qil. Qo'ng'iroq qildim. Xizmat doirasidan tashqarida deyapti. Soddagina qizim. Hali ham ishonyapsanmi? Uchi aniq seni o'yin qilyapti. Xudo biladi, hali yo'lga chiqqanmi, yo'qmi? Yo'q, oyi. Boya mashinada edi, bu aniq. Chunki odamlarning ovozi eshitildi, oyi. Ana kelib qoldi, oyi. Nomard. Senga yaxshilik qilib yo'lda ovqatlab berdim. Qanaqa nomardsan?
ablah. Pulingni uyda olib beraman deding, yo'q deganim yo'q. Noinsof. Yaxshilikni bilmagan muttaham. Xudoyim, hammasi mayli-yu. Doniyorga nima deyman endi? O'g'irlab ketdi deganimga ishonadimi endi? O, nomard! Ay, iflosa. Bir bechora nomard pulini yeb ketdi deyishmaydimi endi? Yerdaydan bo'lsa ham topaman seni. Alo. İchki ishlarmi? Men Avazov Abduhoshimman. Mashinamdan pul o'g'irlab ketishdi. Yo'q, endi ismini bilmayman-da, lekin ko'rsam taniyman. Ariza berishim kerakmi? Bo'ldi, hozir boraman. Xo'p. Keldingizmi? Muncha telefoningiz o'chiq qilib beryapti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Uyga kiraylik. Hammasini uyda gaplashamiz. Voy. Nega cho'loqlanyapsiz? Voy, Firdavs. Ozgina muammo chiqdi. Voy, nima bo'ldi o'zi? Qo'rqitmasangiz-chi? Hammasi joyida. Shunchaki mashinamiz yo'lda avariya bo'ldi. Shofir uxlab qolibdi. Voy, oyog'ingiz-chi? Mashinani qandaydir temiri kirib ketdi shekilli. Voy, tog'ay. Faqat buni hech kimga aytmanglar deb shofir rosa yalindi bechara. Hech kim bilmasin dedi. Ketaveringlar. Yo'l kiraylar ham kerak emas. Omon qolganimizni o'ziga shukr deb bizni kuzatib oldi. O'zi hali bechara mashinasi bilan ovora bo'lib qoldi. Voy, oyog'ingiz qattiq og'rimayaptimi? Doktorga boramizmi? Qani yuring. Yo'q. Hozir emas. Hozir doktorga borsak surishtirib kelishadi. Nima bo'ldi, qayerda bo'ldi deb. Keyin bechora shofirga jabr bo'lmasin. Ertalabgacha yaxshi bo'lib qolar. Bir bechoraga jabr bo'lmasin. O'zi shundoq ham mashinasini epaqiga keltirguncha onasi og'ziga keladi. Tag'in bizni deb sudma-sud yugurib yurmasin bechora. Nega siz unaqasiz? Qachongacha boshqalarni o'ylaysiz? O'zingiz uchun ham yashang, Firdavs. Xo'sh, Oyjon, ertalabgacha gaplashib chiqdinglar. Nima deysiz?